Eldor Shomurodov to'purarlikda yana birinchi o'rinda. Turkiya Superligasining 20-turiga kelib, chempionlik poygasi ham, Yevrokubok yo'llanmalari uchun talash ham, to'purarlar bellashuvi ham bir vaqtning o'zida qizib ketdi. Muxlislar uchun bu degani oddiy. Har tur final kayfiyat, har gol reyting va kayfiyatni tepaga olib chiqadi. Shu turda O'zbekiston milliy terma jamoasi yetakchilari o'ynayotgan Istanbul Başakşehir o'z maydonida Rizesporni qabul qildi. Bahsda Abbosbek Fayzullayev ham, Shomurodov ham boshlang'ich tarkibdan o'rin oldi. Mehmonlar safidagi o'zbekistonlik Husniddin Alqulov esa og'ir jarohat sabab so'nggi paytda o'yinlarga jalb qilinmayotgani qayd etildi. Uchrashuv shiddatli boshlandi va hisobni ochish Shomurodovga nasib qildi. 19-daqiqada 30 yoshli hujumchi jamoadoshidan kelgan pasni bir harakatda golga aylantirib, stadionni uyg'otib yubordi. Ammo tanaffus oldidan raqiblar javob to'pni kiritib, o'yinga yana intriga qaytarishdi. Ikkinchi bo'limda esa murosaga o'rin qolmadi. Har ikki jamoa bir necha xavfli hujumlar uyushtirdi va ularda yana bittadan gol chiqara oldi. Natijada bahs 2-2 hisobida yakunlandi. Tomoshabin uchun zo'r, murabbiylar uchun esa ehtimol yurakka kardio bo'lgan. Bu bahs oldidan oldin bussa uchun kurash ham juda qizdi. Sababi Shomurodovning to'purarlar poygasida quvib kelayotgan Pol Onuachu ikkinchi davrada gol seriyasi bilan 2 gollik farqni yo'qqa chiqarib, bosimni maksimalga chiqargan edi. 20-turda Antalyasporga qarshi bahsda 2 marta penalti tepib, ulardan bittasini golga aylantirgani aytildi. Shu tariqa Onuachu umumiy gollar sonini 13 taga yetkazib Shomurodovga yetib olgan. Lekin Shomurodov ham men bu yerda tasodifan emasman degan gapni maydonda isbotlashda davom etyapti. Xususan Rizespor darvozasiga kiritgan goli uni to'purarlar poygasida yana yakka peshqadamga aylantirdi. Qisqacha aytganda, raqobat bor. Demak, gollar ham ko'payyapti. Muxlisga keraklisi ham shu. Oltin butsa uchun kurashda 11 ta gol bilan ta'qibchilar qatorida Fenerbahchening braziliyalik legioneri Talisca ham bor. Uning jamoasi 2-fevral kuni safarda Kocaelisporga qarshi o'yin o'tkazishi ko'rsatib o'tildi. Yana bir qiziq statistika. Shomurodov Superligada o'ynayotgan davrda muntazam ravishda to'p kiritib kelyapti va 17 ta raqib jamoaning ko'pchiligiga gol urishga ulgurgan. Endi shu ro'yxatga Rizespor ham qo'shildi. Birinchi davrada gol ura olmagan raqibga ikkinchi yarmida kalit topildi. Shuningdek, birinchi davrada to'p kirita olmagan Fenerbahche kabi raqiblarga ham ikkinchi davrada gol urish maqsad qilib qo'yilgani ta'kidlandi. Kayserispor esa hozircha chempionatning har ikki o'yinda Shomurodovni nusxoy ushlab turgan yagona jamoa bo'lib turibdi. Demak, oldinda uni buzish uchun alohida reja kerak bo'ladi. Ma'lumot o'rinda, Başakşehir navbatdagi uchrashuvni 8-fevral kuni safarda Eyüpsporga qarshi o'tkazadi. To'purarlik poygasi esa shunchaki raqam emas. Har turda psixologiya ham o'ynaydi. Lekin Shomurodov hozircha bosimni golga aylantiryapti. Bu esa eng katta javob.